kecha bitta post qo'ygan edik Robinson Crusoe haqida. Shu post qo'yganimizdan yarim soat o'tar o'tmas bir ajoyib ish bo'ldi-da. Ana shu savolimizga o'zimizni hayotimizda javob topdik. Bilasizlar, ko'limiz bor, baliq ovlash ko'limiz bor. Odamlar kelib baliq ovlaydi. Shu yerda obodonlashtirish ishlarini qilamiz. Daraxtlarga shakl beramiz degan maqsadda ko'lni qiroqdagi daraxtlarni shoxlarini tutashga daraxtning shoxiga chiqaman desam, bitta ukamiz aytdiki, "Ya aka, chiqamaysiz, qo'ying, sovuqni kunida" dedi. Ha, bo'pti, maqsad qo'yolma chiqaman dedim. Qaytdim. Ichadan keyin dedim, hozir Robinson Crusoe haqida qo'yilgan postni bir sinab ko'ramiz dedim. Daraxtga chiqdim, shoxlab tutadim. Tepadan sakrab tushaman desam, hali ukamiz aytdiki, "Aka" dedi, "sakrab tushmang" dedi. "Osilib tushing" dedi. Sakrab tushsam dedim, "Yaxshi bo'ladi" desam, "Osilib tushsangiz yaxshi bo'ladi." Ikkovimizcha bahslashdik. Haligi bolaning gapiga kirdim. Kirib osilib tushdim. Ko'zimni ochib qaradim, suvning ichida turibman-ku. Ana shu o'zing qo'ygan maqsadda o'zing to'g'ri deb bilgan ishni qilish kerak ekan. Meni maqsadim, men o'zim to'g'ri deb bilgan ishim ko'zim yetar edi sakrab tushishga ham, lekin haligi savolga javobni o'zim hayotimdan javob topaman deb harakat qildim. Rostdan ham zo'r javob bo'ldi. Bugundan keyin ashi gap o'zing bilgan ishni, to'g'ri deb bilgan ishni qil degan to'g'ri ekan. Shuning uchun kechagi Robinson Crusoe'ning do'sti bo'lmagan, yaxshi ham bo'lmagani. Maqsadingdan qaytaradi, harakatingni cheklab qo'yishi mumkin. Savolga javob shu hayotda olinar yana bir bor. Shunaqa do'stim.